Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Proton House kuzatuvchilari. Mana bugungi ish faoliyatlarini ham Xudo xolasa boshlab oldik. Ozgina vaqt qilib videolar qo'yapmiz. Cobalt mashinasini olib qo'yamiz MCM. Bunga Yevropa gazdan italyanskiy komplet qo'yib beryapmiz. Avansi 32 ga to'g'ri. Shu sabab uni miyasi Tracker 2 ning miyasi bilan bir xil. Mashina polniy analiz qilib turadi. Bu miyamiz 24 ga to'g'ri qo'ysa ham bo'ladi. Bu avansi 32 ga to'g'ri shobida funksiya bor. Bunga kirmagan hisobida bu miya bilan bemalol kirib cheklarni o'chirsa ham bo'ladi. Hop, reduktorimiz har doimgidek Nordic italyanskiy reduktorimiz. Hamda rail ikonli injektorimiz. Turishiga baho berasizlar, yig'ilishlarga akkuratniy qilib qo'yib beryapmiz. Arqa qismiga Turkiyada ishlab chiqarilgan 48 litrli Turetskiy Atker balon, chempion balonimiz. Hamda terma trubkasi chiqmaslik uchun havo chiqaradigan kranlari hamda quvvargodlar bilan chiroyli qilib sho'mkalar bilan qilib beryapmiz. Bu yerda Tracker 2 olib qo'yamiz. Bunga ham xudo xolasa bitib qoldi. Yevropa gazda Avansi 32 ga to'g'ri bloga funksionalli blok upravleniyasi hamda rail ikonli injektorimiz original qilib suvlarni ham pechkadan maxsus erinmasdan shirin tortib qo'yib beryapmiz. Orqa tarafiga Turkiyada ishlab chiqarilgan 48 tali, bunga ham xuddi shu balondan Atker balon sho'mkalar bilan terma trubka havo chiqaradiganlar bilan qo'yib beryapmiz. Bu yerda yana bitta kobaltimiz bor, bunga ham propan qo'yilyapti. Orqa tarafiga klientimiz o'zlarining xohishlari bilan 47 litrli Belorussiya balon chiroyli qilib havo chiqaradigan kranlari sho'mkalar bilan qo'yib beryapmiz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, kuzatishga davom etaverasizlar. Bu tarafimizda bitta yangi damasimiz bor, akamiz Andijondan bizni ko'rib kuzatib kelishibdi. 40 litrli Atker balon hamda sifrovoy datchiklar bilan akamiz shunga ishqiboz bo'lib kelishibdi. Chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Datchik balonga qo'yib, uстановка qilib beryapmiz. Alohida video qo'yamiz. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Manzilimiz Qo'qonda.